yana hozir kirib mana o'zingiz tarafda qildik-ku, mana tozalattirib keldim, ko'rib bering, endi toza bo'lishi kerak deyapsiz. O'tgan yili mayda bola tushgandan keyin tozalatmagansiz-da. Qolib ketdi. O'shaning uchun qaytib homila kuzatilmayapti. Endi sizlar ko'proq o'zingiz tarafda miyoma огромный gigant bo'lgani uchun shunga bog'lab yuraverdingiz 1 yil homila kuzatilmagan. Halikni aytdim sizga gistra bilan olish kerak desam, siz borib chizga qildirdingiz. Endi hozir ertasi menga yana shunaqa qilib olib berdiryapsiz. Men yana hozir ko'rona buni qirganim bilan qon tomiri bor. Mana hozir o'sha yerda nezashto pul to'lagansiz, yana hozir turibdi. U yerda doktoringiz aybi yo'q, u ko'rmasdan qiradi uni. Gistroskopiya nima? U venangizdan nima qiladi? Anesteziya qiladi. 20 minut uxlaysiz, kamera bilan ichkariga kiradi. O'sha turgan joyini o'zidan oladi. Olgandan keyin qolgan ichingizni davom ettiraverasiz va chiqqandan shuni bir to'ki gistologiyaga beriladi. Hozir bitta doni tug'ruq, mana sizni markaz olib qolish harakatdami? Hozir masalan, men buni yana chizga qildirsiz